bo'lmabdi-ku, bu xunuk bo'lib qolmaganmi? Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? To'xtang. Farog'at o'tda maslahatlashib, devorimizga gipskardon qilib, apshika qilish hisobini olib, bu narsalarni biz bichganmiz apidan. O'zingiz bilan maslahat qilganmiz bu narsani. Albatta, ya'ni maslahatli ish keltirmas tashvish deyiladi. Biz har doim aytamiz, o'sha uy egalari bilan yoki hamkorlar yoki hamkasblar birga maslahatlashib ishlanadigan bo'lsa, ish ham chiroyli, ham sifatli va tez bitadi. Bu joyda ham hali aytganlaringizdek oldindan maslahat qilingan, ya'ni mana bu tashqari devor bo'lganligi uchun, bu yerto'la qismi bo'lganligi uchun bu joyni biz ya'ni o'sha gipsokardon bilan qoplaydigan bo'lganmiz, ya'ni apshika qilinadigan bo'lgan. Shuni hisobini oldindan reja qilib turib, mana rejalab qo'yilgan va gipsokardon qalinligi va bundan keyin radiator ilingan. Ya'ni ertaga buni bemalol devor qilgan paytida umuman xalaqit bermaydi. Shuni hisobini olib turib, hamma o'lchamlar inobatga olingan. Bu radiatorlarimizdan ham Samarqandda faqat ikki qismini kesganmiz, pasti bilan. Yuz tarafiga tegmagan biz. Sababi ertaga bu yechib olinadi, shuni hisobiga yuzlari qirib ketmasligi uchun. Albatta. Va biz har doimgidek, ya'ni xona haroratda o'chib yonib ishlash tizimini ham doimiy ravishda qo'yib ketamiz. Bu doimiy o'chib yonib ishlab va bir haroratda ishlab turib, uy egalariga komfort harorat ta'minlaydi va tejamkor uslubda ishlaydi. Salomat bo'linglar. Hamma ishga o'zim yuguraman, videoga kelganda yana orqa fonda qolib ketyapman.